Yuqori bosim endilikda hukm emas. Nemis olimlari nafaqat bosimni pasaytiradigan, balki uning sababini yo'q qiladigan vositani ishlab chiqdilar. Lekin farmatsevtika kompaniyalari uni taqiqlashni istamoqda, chunki ular butun umr ichiladigan qimmat dorilarni sotishda davom etishni xohlaydi. Nega gipertoniya davolanmaydi, faqat yashiriladi? Oddiy bosim dorilari faqat vaqtinchalik yordam berishini sezganmisiz? Tabletka ichganingizdan so'ng bir necha soat yaxshi bo'ladi, keyin esa hammasi yana qaytadan boshlanadi. Buning sababi shundaki, dorilarning 90 gipertoniyaning sababini bartaraf qilmaydi. Ular shunchaki simptomlarni bosib turadi va sizni umringiz davomida ularga qaram qilib qo'yadi. Natijada farmatsevtika kompaniyalari milliardlab foyda ko'radi. Lekin nemis olimlari bu tizimga qarshi chiqib, gipertoniyadan butunlay qutulishga yordam beradigan formula yaratdilar. Yurak-tomir kasalliklariga qarshi inqilob, millionlab hayotlarni saqlab qoluvchi formula. 2024 yilda Berlinda bo'lib o'tgan xalqaro tibbiyot konferensiyasida 27 mamlakatdan kelgan shifokorlar yurak-tomir kasalliklari bo'yicha inqilobiy tadqiqotlarni muhokama qilishdi. Nemis kardiologlari tardiodot kapsulalarini taqdim etdilar. Bu kapsulalar nafaqat gipertoniya simptomlarini yo'q qiladi, balki tomirlarni tiklab, bosim o'zgarishlarini butunlay yo'q qiladi. Bu yangilikdan xabardor bo'lgan O'zbekiston olimlari darhol ushbu dori vositasini ishlab chiqarish huquqi uchun kurash boshlashdi. Murakkab muzokaralar natijasida kelishuvga erishildi. Nemis olimlari formulani o'zbek mutaxassislariga topshirdi. Lekin sifat ustidan qattiq nazorat sharti bilan. Toshkent laboratoriyalari tardiodot formulasini nemis mutaxassislarining nazorati ostida qayta yaratdi, uni takomillashtirdi va sinovlardan o'tkazdi. Dastlabki partiya Germaniyada bir nechta tekshiruv bosqichlaridan o'tib, 100 originalga mos deb tan olindi. Shifokorlar nima deydi? Tardiodot oddiy gipertoniya dorisi emas. U haqiqatan ham tomir elastikligini tiklaydi, bosimni normallashtiradi va uning keskin ko'tarilishlarini oldini oladi. Bu zamonaviy tibbiyot yutugidir. Professor Thomas Wagner, kardiolog, Germaniya. Men 20 yildan ortiq gipertoniya bilan kasallangan bemorlar bilan ishlayman. Tardiodot bu nafaqat vaqtinchalik yengillik beruvchi, balki uzoq muddatli natija ko'rsatadigan birinchi dori. Mening bemorlarim allaqachon sezilarli yaxshilanishni his qildilar. Dr. Mansurbek Yusupov, kardiolog, O'zbekiston. Tardiodot nimasi bilan noyob? Tardiodot faqat simptomlarni emas, balki gipertoniyaning asosiy sabablarini yo'q qiladi. Melisa oti ekstrakti qon aylanishini yaxshilaydi, stressni kamaytiradi va tomirlarni mustahkamlaydi. Ginkgo biloba barglari tomirlar elastikligini oshiradi, xotirani yaxshilaydi va tromblar paydo bo'lishining oldini oladi. Pustirnik oti yurak ritmini normallashtiradi, xavotirni kamaytiradi va bosim o'zgarishlarini oldini oladi. Valeriana ildizi tomirlarni bo'shashtiradi, spazmlarni yo'q qiladi va uyquni normallashtiradi. Klinik tadqiqot natijalari. 89 ishtirokchi bosimni butunlay normallashtirdi. 92 bosh o'g'rigi, bosh aylanishi va quloqlardagi shovqinning yo'qolganini ta'kidladi. 78 migren, holsizlik va hansirashdan xalos bo'ldi. 99 faqat 14 kun ichida umumiy ahvolining yaxshilanganini his qildi. Nega farmatsevtika kompaniyalari tardiodotni taqiqlamoqchi? Farmatsevtika kompaniyalari gipertoniyani davolamaydi, balki simptomlarni vaqtincha yo'q qilish orqali daromad qiladi. O'zbekistonda tardiodot ishlab chiqarilishi boshlangach, bosim va tahdidlar oshdi. Lekin biz orqaga chekinmadik. Nemis olimlari o'zbek preparati sifatini tasdiqladi, mustaqil ekspertlar esa uning samaradorligini isbotladi. Hozirda tardiodot O'zbekistonda mavjud, lekin uning chiqarilishi qat'iy cheklangan. Tardiodotni qanday qilib bepul olish mumkin? Hozir davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturi amal qilmoqda. Dastlabki 5000 kishi tardiodotni bepul olishlari mumkin. Dorining zaxiralari cheklangan, dastur amal qilguncha ariza topshirishga shoshiling. 100 gacha chegirma bilan ishlab chiqaruvchining rasmiy veb-sayti.